Bolamga adenoid tashxisi qo'yilgan. 1 oydan beri Monex spreyini sepaman, lekin bir tiyinlik foydasi yo'q. Sprey sepishdan oldin bolani sog'lom emasligiga bog'liq. Shamollash bo'lsa sprey sepilmaydi, tuzalib bo'lgandan keyin sepiladi. Sprey sepishdan oldin adenoid to'qimasini endoskopik ko'rish kerak bo'ladi. Agar yillar davomida adenoid bezi bezovta qilib, ya'ni adenoid to'qimasi 3-daraja bo'lib zich bo'ladigan bo'lsa, sprey sepganning foydasi yo'q. To'g'ridan to'g'ri operatsiyaga ko'rsatiladi. Agar adenoid bezi zichlashmagan bo'lsa, siz aytayotgandek, spreylar yordamida davolasa bo'ladi. Shu kungacha davolab kelyapmiz. Alhamdulillah davolanganlar yaxshi yuribdi. Zichlashgan holatida o'zingizni vaqtingizni sarflab davolab yurganning foydasi yo'q. Bunaqa holatda 5 minutlik operatsiya, ya'ni adenoid bezini endoskopik yo'l bilan olib tashlash va qutulish. Bolada sog'lom turmush tarzini ta'minlagan bo'ladi.